Assalomu alaykum YouTube kanalımız abunachilari. Yana bir usta ukamiz o'zlarimizning Bog'ot tumanidan bo'ldi. Shu mebellarni ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu kvartiraga shunday kiraverishini shunday perxo'ja mebellarni ishlab berdik. 100% pulqa plastik bo'ladi mebellarimiz. Bellardan akkuratni etib polkalarni qo'yib berdik. Bir qismini qora svetda materiallarni taxlab berdik. Yaxshi beshirkalardan. Teg qismini push mexanizmlarini qo'yib berdik. Balandchi qismlari shunday bo'lib chiqdi. Dapotolog ishladik. Mebelni ko'rishingiz mumkin. Boshqa xonamlardan mebellar ishlab berdik. Video davomida kuzatib borasizlar. Bu xonamizda shunday shkafcha taxlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Shkafimiz ham dapotolog ishlab berdik. Yaxshi ruchkalardan qo'yib berdik. Bunday seplar ham bo'ladi. Yan qismi esa polkali variantda bo'ldi. Balandchi qismlari antresolda zazorlari çok yo'q chiqdi. Akkuratni, skromniy bo'lib chiqdi shkafimiz. Bu yan tarafga esa shunday turimni taxlab berdik. Aynalardan pasvetlarni ulab ishlatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mexanizmlari ta'minlanadi. Vakuumli. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bizlarimizga murojaat etaverasizlar.